Assalomu alaykum. Bugun sizlarga O'zbekistonning eng go'zal maskanlaridan biri Zomin tabiati haqida so'zlab bermoqchiman. Zomin tumani o'zining musaffo havosi bilan tog'lari, keng yashil yaylovlari va qal'alarga o'qirmonlari bilan mashhur bu yerga kelgan har bir inson tabiatning betakror go'zalligidan bahramand bo'ladi. Ayniqsa yoz faslida Zominning salqin havosi va so'llim manzaralari kishiga o'zgacha huzur bag'ishlaydi. Zomin tog'lari orasidan oqib o'tadigan zo'ylar va buloqlarning suvi nihoyatda tiniq va muzdek atrofdagi yam-yashil o'tloqlar, rang-barang gullar hamda balandarcha daraxtlari tabiatga yana go'zallik baxsh etadi. Bu hudud havosining tozaligi sababli dam olish va sog'lomlashtirish uchun eng qulay joylardan biri hisoblanadi. Zomin nafaqat go'zal manzaralari, balki boy o'simlik va hayvonot dunyosi bilan ham ajralib turadi. Bu yerda turli dorivor o'simliklar, yovvoyi gullar, qushlar va hayvonlar uchraydi. Tabiat ixlosmandlari va suratkashlar uchun Zomin haqiqiy jannatdir. Har bir faslda uning o'ziga xos go'zalligi namoyon bo'ladi. Bahorda gullarga burkanadi, yozda yam-yashil tus oladi, kuzda oltin ranglarga kiradi, qishda esa oppoq qor bilan qoplanib ertaknamo manzaraga aylanadi. Bu hududiga kelgan sayyohlar piyoda sayr qilish, tog'larga chiqish, tabiat qo'ynida hordiq chiqarish va toza havodan bahramand bo'lish imkoniyatiga ega. Zominning sokin muhiti insonni shahar shovqinidan uzoqlashtirib, ruhiy xotirjamlik bag'ishlaydi. Xulosa qilib aytganda, Zomin O'zbekistonning bebaho tabiiy boyliklaridan biridir. Uning go'zal tabiati, musaffo havosi va betakror manzaralari har bir insonni o'ziga rom etadi. Agar siz tabiatni sevuvchi bo'lsangiz, albatta Zominga tashrif buyuring. Bu maskan sizga unutilmas taassurotlar va yoqimli xotiralar ulashadi. E'tiboringiz uchun rahmat.